Assalomu alaykum. Ekran oldidagi sabr toqatli qalbi qisos o'ti bilan to'lgan o't yurak qarindoshlarim, sizlarga salom. Hammamizga ma'lumki, hozir biz har qaysi taratqulardan ona tuproqimiz Sharqiy Turkistondan bizga yetib kelayotgan xilma-xil tragediyalik uchurlar yurak jigarlarimizni o'tmitush qilyapti. Hatto biz bundaq uchurlarni anglab verib, xuddi vujudimiz gipnozlangandek tariximizdagi hayotimizdagi eng muhim bo'lgan xabar yoki uchurlarga hayron qolmaydigan, hatto buningga ko'nib ketadigan ahvollar shakllangili turdi. Biz bu gipnozlikning, bu sezmaslikning, bu ko'nib qilishning oqibati xatarlik. Biz buning dardini tatib qolmayli aziz qarindoshlarim. Qisman qarindoshlarimizda Facebook'dan, WhatsApp'dan qo'rqish kesili paydo bo'libdi. Qisman aziz qarindoshlarim, mazmunsiz qismliq kino filmidan, fitna fasodlik linklarni anglashdan va ko'rishdan ajab qo'rqmaydi ekanmiz. Behuda o'tib ketayotgan vaqt isrofchiligidan ajab qo'rqmaydi ekanmiz. Aziz vatandoshlarim, ona tuproqimizda chorasiz aziz qarindoshlarimiz jazo lagerlarida Xitoy kommunistlar barpo qilgan odam o'ltirish mashinalari oldida, qiyin qistoq mashinalari oldida, cho'ng tipdagi odam ko'ydirish o'choqlari oldida, tirik peti ozganlar ko'milish oldida, eng oxirgi ishbat nomusi dafsanda bo'lish oldida, ish a'zolariga pichoq tegish oldida, oxirgi tayoq zarbasida jon uzish oldida, oxirgi nafaslarini ilib turib, qo'llarini osmonlarga va yana qandaqdir nalagidir so'zib turib, qonjuqi lavlarini bilinar bilinmas midirlatib, pichirlab turib jon beryotidi aziz qarindoshlarim. Bu chorasiz qarindoshlarimizning, qapazdagi qarindoshlarimizning, shu bog'loqdagi qarindoshlarimizning jon uzish oldidagi shu qitimliq pichirlishi Uyg'ur tarixida vijdoninglarni etishtirdi. Agar shu oxirgi pichirlashning javobini bermasak, qiyomatda shu pichirlash o't bo'lib butun badanimizga tutishidi aziz vatandoshlarim. Shu chorasiz qarindoshlarimiz jon uzish oldida qandoq pichirlagando deb o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Albatta, avval iymonimiz bilan jon berishga nasib qilsin Alloh. Ular jon uzish oldida biz o'ltirilyapmiz. Biz o'pchi qirg'in bo'lyapmiz. Ballarımız bizden ayrı etildi. Ata-onamiz bizden ayrı etildi. Biz sebepsiz o'lyapmiz. Qiyin qistoqlarga ilinyapmiz. Chet ellarda, erkin davlatlarda yashayotgan qondoshlarimiz, qarindoshlarimiz bizning ovozimizni xalqaroga, butun dunyoga anglatinglar. Biz chorasiz qoldik, bizni qutqizinglar deb turib, pichirlab turib jon beryapti aziz vatandoshlarim. Bizning qisman qarindoshlarimiz bu erkin davlatlarda Facebook'dan qo'rqib, WhatsApp'dan qo'rqib, shum xabardan qo'rqib titrab yuryapmiz. Men butun dunyodagi aziz qarindoshlarimga murojaat qilamanki, tashviqotdan unumli foydalanish uchun barliq taratqulardan foydalaninglar. Bu bek muhim. Masalan, Facebook'dan, Twitter'dan, Messenger'dan, WhatsApp'dan. Ammo men sizlarga deb qo'yay, hargizmi WeChat'ni ishlatib qolmanglar. Telefoninglardan WeChat'ni, ya'ni Wishingni yuvib chiqarib etinglar. Yaqinda men ba'zan qarindoshlarimninki namoyishga chiqish va chiqmasligim, o'zimning erkinligi degan gaplarni ba'zan qarindoshlarimdan anglab qoldim. To'qildim. Qarindishim, şu erkinligingizga muborak bo'lsin. Qutluklayman. Ma erkinlikdan unumli foydalanibsiz mana. Sizni tabriklayman qarindishim. Ta hozirgacha, yana qarindoshlarimiz ichida ta hozirgacha sen nereden kelding desa, men Chinadan keldim deydi Alloh akam. Yana ba'zan qarindoshlarimiz biz Şinjandagi vaqtlarimizda andaqtuq, mandaqtuq deganlarmi quluqimga yetib qoldi. Ya qarindishim, esingizni ching tuting. Siz Chaynalik yoki Şinjanglik emas, Sharqiy Turkistonlik.
Davlat bayrog'ingiz oy yulduzli ko'k bayroq. Ana tilingiz Uyg'urcha. Davlat tilingiz Uyg'urcha. Dushmaningiz butun yer sharida faqat birla. U bo'lsa Xitoy kommunist tajovuzchilari. Aziz qarindoshlarim, biz irqiy qirg'inga duch keldik. Biz ittifoqlashaylik. Qo'limizdan keladigan ishlar ustida o'yinlaylik. Bu da'voga chamimizning yetishicha to'kib qo'shaylik. Chamimizning yetishicha to'kib qo'shaylik. Bu da'vo xizmatini suyimlik rahbarlarimizga atib qo'ymaylik. Aktiv faoliyatchilarimizga atib qo'ymaylik. O'zimizning qo'lidan qandoq ishlar keladi, nima ishlar keladi, shuni o'ylashaylik aziz vatandoshlarim. Dunyoning har qaysi joylaridagi o'tkazilgan Xitoy kommunist, mustabid, fashist hokimiyatiga qarshi cho'ng va kichik tipdagi namoyishlarga vaqt, iqtisod ajratib ishtirok qilgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Undan boshqa vaqtlarda qanday qilishimiz kerak, nima ishlarni qilishimiz kerak, mana bu to'g'riliq obdanroq o'yinlaylik qarindoshlarim. Tönügül keşte Facebook'taki yazmalarını okuyup etip bir qarindishimiz chiqargan qisqig'ini yazmaga ko'zim tushib qoldi. U yazmada debdi, ishni cho'ng kichik demay, qo'limizdan nima ish kelsa shuni qilg'ash turaylik. Qahvaxonalarda, ko'ktat do'konlarida, nurg'un ommaviy so'rinlarda, xalq qo'laylik tashviqot taqtaylari bor joylarda bir qahvaning puliga 30 pocha varaq besib chiqarg'ili bo'ladi ekan. İşqi beriş kelish yo'lida kundalik turmushdagi boshqa faoliyatlar jarayonida xalqimizning dardini dunyoga anglatish ishini qo'shinlardan, yaqin atrofimizdan boshlaylik deb yozilibdi. Rahmat shu qarindishimizga. Oxirida deydiganim, bak umidsizlanibmi ketmanglar aziz vatandoshlarim, aziz qarindoshlarim. Xitoy kommunist hokimiyatining kunlari oz qoldi. Umidsizlanib Facebook'tan, WhatsApp'tan chiqib, uni tashlab etmay, qo'linglarga boshdan elib, boshqadan elib. Obdara qarab yiqinglar shu Facebook, WhatsApp qatorliqlarga. Kundalik muhim xabarlarni anglab yiqinglar, izlanib yiqinglar. Hozir Uyg'ur taratqullarimizning sifati kundan kunga ilg'or saviyaga yetdi. Har qaysi Uyg'ur taratqullari o'z vazifasini fidokorlik bilan o'rinlayotdi va aktivlik bilan xizmat qilyotdi. Qisman qarindoshlarim, bu fidokorlarimizning ajr emgaklarini anglashqa bo'lsa-mu, vaqtinglarni chiqaringlar. Ya'ni tafsili anglab chiqinglar. Masalan, peshqadam inqilobchilarimizdan Sidiqoji Ro'za akamiz yashinib qoldim, yerib qoldim demay, izchil turda har kuni degidek yangi umidli xabarlarni o'zi o'qib YouTube'ga chiqaryapti. Buni anglashinglarni umid qilaman. Rabia onamiz, Do'lqinkam, Seyitkamlarning, Abduqodir Yapchan ustozning o'tkir nutqlarini anglashinglarni tavsiya qilaman. Fikri o'tkir doktor Ziyoli va inqilobchilarimizdan Erkin Akram, Erkin Sidiq, G'ulom Osmon, kurash otaxonlarning strategiya va vatan xalqni qandoq qutqizish to'g'riliq taratqularda bergan leksiyalarini diqqat berib anglab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Xitoy zulmi ichidagi chorasiz xalqimizni qutqizish yo'lida fidokorlik ko'rsatayotgan doktor Ziyoli, inqilobchi aktiv faoliyatchilarning ismlarini bu yerda birma-bir atab tugatkili bo'lmaydi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Men faqat bu yerda ularni misol qilib so'zlayapman aziz qarindoshlarim. Aziz qarindoshlarim, bunda qarsam vaqt bu birga berib qopti. Vaqt munosabati bilan bugungi so'zimni mishada oxirlashtiray. Xayr xo'sh, diqqat berganinglarga sizlarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman.